ajrashaman, Instagramda ko'rdim, falonchini eri bunday qilyapti, mashina olib beryapti, uy olib beryapti, falon qilyapti deydiganlar diqqatiga. O'g'lingiz agar qizingiz yosh bo'lsa, farzandingiz bo'lsa, bu yo'ldan qayting. Yo'qsa, natijani aytaman. Uzoq 10 yildan keyin ana farzandingiz o'g'il va qiz sizni ochiqchasiga yomon ko'rib, sizdan nafratlanadigan farzandga aylanadi. Jamiyatga navbatdagi alamzadalarni yetishtirib chiqasiz. Kun keladi, hattoki sizga bemalol qo'l ko'taradi. Onasi bo'lsangiz ham. Chunki siz uni otasidan mahrum qildingiz. Bolani qalbida bu juda yomon o'rin his oladi bu narsa. Bolani qalbida onam meni otamdan ajratgan degan narsa turadi. Ming otasini yomonlab, otang iflos edi, yomon edi, shuning uchun men ajrashdim, ana unday bunday deyishini foydasi yo'q. Bolani qalbida onam meni otamdan ajratgan degan narsa turadi. Aytmasligi mumkin, lekin kelajakda buni juda ko'pini ko'rganman men buni, kelajakdagi isbotini.